من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين وبعد. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Barakat an-Nasafi rahimahullah yozgan Madalikut Tanzil ve Haqaiqut Ta'wil nomli tafsirun Nasafi degan bu tafsirining Allah azza va jallaniki Qur'on Karimning rad tartibi bo'yicha ikkinchi sura bo'lgan Baqara surasiga keldik. Endi biz oldi bilan bu suraga kirishdan burun bu sura haqidagi bir qancha muhim bo'lgan mazmunlarni deb o'tib ketishimiz mumkin. Yani muhim deb qarayman. Birinchi sura degani men sizlarga boshda tushuntirib berdim. Sura degan shahar sepili degandan ilingan, shaharning devori degandan ilingan. Chunki bu sura, har bir sura tavhidni, iymon, e'tiqodni qo'g'dashda, iymonni qo'g'dashda xuddi shaharning sepiliga o'xshash shirk aqidalarini, boshqa xato bo'lgan aqidalarni mu'min musulmonniki aqidasiga, iymon aqidasiga olishib qilishdan, kiraverishdan to'sib turadi har bir sura. Bu bir. Uning kenidan har bir xuddi sepilning ichida nurg'unlagan bino, uy, imorat, har xil narsa bo'lgandek, har bir suraning ichida nurg'unlagan ahkom, nurg'unlagan qissa, nurg'unlagan ibrat, nurg'unlagan hukmlar bo'ladi. Shu sababdan sura deb atalgan. Lekin buniki tafsir istilohidagi ma'nosi qisqa 3 oyat. Bir mazmunni, eng azi bir mazmunni o'z ichiga olgan qisqa 3 oyat. Uzunishligi 286 yoki 287 oyat. Ya'ni bir qancha mazmunni, ko'p bo'lsa bir qancha mazmunni o'z ichiga oladi. Eng azi bir mazmunni o'z ichiga oladi. Masalan, bismillahirrohmanirrohim. Inna ataynakal kawsar fasolli li robbika wanhar inna sha'naka huval abtar. Mushu suraning bizga ikki ma'no berib bo'ldi. Yani Alloh taolaniki payg'ambar sollallohu Kavsarni berganligi bir ma'no. Inna ataynakal kawsar fasolli li robbika wanhar. Biz senga ko'p narsa bergan ekan. Sen Rabbing uchun namoz o'qi, sen Rabbing uchun qurbonlik qil. Namoz o'qi ikki ma'no. Mal qurbonlik qil 3 ma'no. Undan keyin inna sha'naka huval abtar. Sening dushmaningning quyruq kesib, sening dushmaningning davomi yo'q deb qancha ma'no? 4 ma'no. Bir surada 4 mazmunni bizga bayon qilib bo'ldi. Ya'ni demak, eng qisqa 3 oyat, ko'pi 286 oyat bo'lgan bir cho'ng bir mazmun, cho'ng bir parcha nima deb atalgan bir sura deb ataladi. Endi oyat degan-chu. Oyat degan balkim qisqa bo'lishi, makkalik oyatlar qisqa bo'ladi. Ya ayyuhal muddassir qum fa'andir. Madinalik oyatlar uzun bo'ladi. Anladın? Oyat degan har bir fasil bilan ayriladi. Yu'minun, muttaqin, alamin o'xshash fasil bilan ayriladi yani. Hozirgi yumaloq raqamlar payg'ambar zamonasida yo'q edi. Birinchi, ikkinchi oyat degan raqamlar. Keyin uni tabi'inlar zamonasida maydonga kelgan. Endi demak sura degani tushundik. Endi al-Baqara. Baqara degan kala degan gap, kala degan gap. Endi bu kala surasi degan bo'ldi. Bu nima deb buni Baqara deb ism qo'yilgan? Avvalan biz suralarga ism qo'yilish haqida qisqacha to'xtalaylik. Suralarga ism qo'yilish hammasi tavqifi. Ya'ni yatawaqqafu ala Rasul sallallohu alayhi vasallam. Yatawaqqafu tasmiyatuhu ala Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Har bir suralarga ism qo'yish nimaga? Payg'ambar alayhisolamga qarashliq. Payg'ambar alayhisolam ism qo'ysa, ism qo'yiladi. Sahoba yoki tabiin o'z xohlagancha ism qo'yolmaydi. Ism ijtihodiy emas, hammasi tavqifi. Unda bo'lgandan keyin bir suraning bir ism bo'lishi mumkin, ikki ismi bo'lishi mumkin, balki undan ko'p 3-4 qancha ism bo'lishi mumkin. Sura Fatihaning qancha ismini o'qidik, 13-14 ismini o'qidik sura Fatihaga masalan. Demak, suralarning har xil shu suralarning fazilatiga qarab ismi taaddudul asma yadullu ala fadli hadihi as-sura masalan. İsmi qancha ko'p bo'lgansa bu usulniki nimaga alomat?
ulug'ligiga alomat masalan. Hamda suralarniki tartibi mu tavqifi. Birinchi sura, ikkinchi sura, uchinchi sura. Chunki payg'ambar alayhisalom suralarni o'qiganda Jibril alayhisalomga payg'ambar alayhisalomga ma surani falani suradan keyin fukuni suradan burun qo'ying deydi. Suralarning tartibi mu tavqifi. Xohlagancha qo'yilgan emas. Undan keyin oyatlarniki tartibi mu tavqifi. Falani oyat payg'ambar alayhisalomga kelib Jibril alayhisalom payg'ambar alayhisalomga deydi, siz ma oyatdan burun ma oyatdan keyin qo'ying deydi, yozing deydi. Demak, Muhammed payg'ambar alayhisalom nimalarga vahiy yozuvchi bo'lgan katib bilishlarga Usamat ibn Zayd degandek vahiy yozuvchi nima Zayd ibn Sabit degandek katiblarga shunda deb berdi, shunda yozadi. Tushundingizmi? Endi bu bir suraga ism qo'yilashda bizning biladiganimiz balkim bu suradagi cho'ng ajoyib muhim bo'lgan bir mazmun. Shu suradagi ajoyib bir muhim bo'lgan bir cho'ng bir mazmun asos qilingan bo'lishi mumkin. Yoki bu suradagi bir kelima boshqa suralarda topilmaydigan, mush suralarda topiladigan bir kelima asos qo'yilgan bo'lishi mumkin, ism qo'yilib. Lekin bu nimani ko'rsatadi? Itlaqu al-juz' iradatu al-kull. Majazning itlaqul juz' iradatul kull degan bobidir. Ya'ni parchani so'zlab butunni iroda qilish degan bobdan. Parchani so'zlab butunni iroda qilish degan bobdan. Demak bu yerda nima demaydi? Suratul Baqara desa, ya'ni endi Qala surasi deb qo'ysa ba'zanlar Suratul Baqara deyishni makruh deganlar bor. Ulamolarning ichidan. Qala surasi demay, ya'ni nima desa, Suratul Baqara ya'ni suratul lati tuzkaru fiha kalimatu al-Baqara yoki qissatul Baqara deb ma'nisi mujaddisi yaxshi deganlar bor. Lekin bu bizga mudda tavqif holati kelganlik uchun bu yajuz. Laysa makruhan. Suratul Baqara deyish nima makruh emas. Faqatlam niyatda bir Qala surasida buni xorlash niyat qilinmay, shu Qalaning qissasi tilga ilinadigan sura degan mazmun iroda qilinsa, yajuzu an taqul suratul Baqara. Chunki bizdagi ma'ni qanday deymiz suratul Baqara deb kelsa, Qalaning qissasi tilga ilinadigan sura deymiz. Ama bu Qalaning qissasi nima? Sura Baqaraning ulug' bo'lishiga bir sabab, yana bir sabablardan biri bu Qala qissasi Sura Baqaradagi eng asosiy mazmunni egallagan. Chunki Sura Baqaraning 3dan 1 qismi Bani İsrail haqida so'zlaydi. Bani İsrail degan hammasi kimning bolalari? Yaqub alayhisolamning bolalari. İsrail degan Yaqub alayhisolamning ismi. Bani deganga bolalari, Yaqub alayhisolamning avlodlari. Yaqub alayhisolamning 12 o'g'li bor edi. 12 bolasi bor edi. 12 o'g'li. 12 o'g'lidan hammasi tarqi odamlar Bani İsrail deb taralgan edi. Jimi payg'ambarlarning ko'p qismi hammasi Bani İsraildan kelgan edi. Musa alayhisalom, Harun alayhisalom, Sulaymon alayhisalom, Davud alayhisalom, Yusuf alayhisalom, Zakariya alayhisalom, Isa alayhisalom, hammasi ko'p payg'ambarlar hammasi nima kelgan? Bani İsraildan kelgan edi. Shunga Baqara surasining 3dan 1 qismi Bani İsrail haqida so'zlaydi shu sababdan. Bani İsrail ichida eng askarlikning hammasi Bani İsraildan chiqqan. Mo'jiza karamatlarning hammasi Bani İsrailda yuz bergan. Endi shular ichida kofir bo'lganlar hammasi Bani İsraildan chiqqan. Eng kofir bo'lganlar. Allohning ne'matini yeb turib, Alloh taolaning qudratlarini o'z ko'zlaridan ko'rib turib, payg'ambarning mo'jizalarini ko'rib turib kofir bo'lganlar kim? Bani İsrail. Ya'ni shular bo'lgan. Bularning ichida Alloh taolaning birlik va borligiga va o'lganligin tishildirishiga uchiq oshkor dalil bo'ladigan, uchiq oshkor bir katta mo'jiza yuz bergan. Bu mo'jiza bo'lsa, Bani İsrailning ichida bir odamni qashlab o'tirib o'tgan. Qotil kim, hech kim bilmaydi. Undan keyin bular qotilni bu o'ltirdi bir-biriga dungishib qotillikni payg'ambar Musa alayhisolamning yoniga kelgan. Musa alayhisolamning yoniga kelib, "Ey Musa, Rabbingga degan bizga qotilni deb bersin." Degandiki Musa alayhisalom Alloh taolo duo qilgan, Alloh taolo qavmingga degan bir qala bo'g'izlasin degan. Andan an tadbahu baqara degan, ular bir qala bo'g'izlasin degan. Shuni ular Musa alayhisalom ularga qala bo'g'izlanglar, Rabbim qala bo'g'izlasin dedi degandan ular bizni Rabbimiz zonni qilyapti. Ya bizni sen masxara qilyapsan. Biz sana chin pishir gap qilib keldik bu yerda. Qotilni deb bergan. Biz qala bo'g'izlashdan qotilni deb berishning nima aloqasi bor degandan Rabbim shunday dedi, men zonni qilishdan Xudoyim menga panoh bersin. Rabbim nima degan bo'lsa shuni qilaman.
Degandan keyin bular asli bu anda chaqchaq emas ekan, bu rost gap ekan deb, anda kalini shu vaqtda gach o'ltirib olsa g'alla saqaydi. Gach o'ltamay, kalini o'ltamay nima deydi? Amsi anda u qanday kal ekan? U kalini qanday kal ekan? Rabbim deb bersin degandan keyin u kala cho'ngma emas, qaribmi gapmagan, bak kichikma emas. Bak kichik muzay yashma emas, o'tirib yosh kal ekan. Degandan keyin buni o'ltirib olsa, o'tirib yosh kaldi men o'ltirgan bo'lsa ini bo'ladi. O'ltamay yine so'd. Bu kalının rengi qanday ekan? Rengi qanday ekan? Degandan bu sap-sariq, baqaratun safra faqiul lawnuha. Yani rengi sap-sariq, qarag'allarning ko'zidan olib chekman qilib o'tadigan, qo'shal qilib o'tadigan bunday chiroyli rengi. Rengi sap-sariq ekan deydi. Yine o'tgan bo'lsa bo'ladi, burada yine uning qayni qanmadi ya. Ya taqib tushunamadik. Rengi sariq qilib bakjaqkan, yine taqimi bir uchuq bir sifatida person. Degandan keyin amisi. Onda olsa la zalulun. Yani bu şunda bir kalık o o'zi ziraatlarni ag'dirib, ishlatib, jo'ndak qilinmagan, unuqlatib o'tilmagan, joylaqda yoyilgan, hech qanday ish qilinmagan sap-sariq shunda chiroyli tuklar emas, hech qanday hammasi bir xil rang. Olisi yo'q, qora oli chapicha emas, sap-sariq bir xil rangda bo'lsin hammasi. Munda kalib olsin degandan keyin endi inshaalloh endi bu kan tapımız. İnşallah demegan bo'lsa topolmaydi kalını. İnşallah bu kanla muhtadun dedi. Bu kan tapımız dedi. Şunu olan bular ajında kaldım. Benim bir yetim balanınki bir tuluk otun ayağının bir yetim balası battı da söylep kalan bir yetim bala. Şu balanın uydu taptım da şüphetli kaldım birine. Şunu olan bular kalını setip la dedi bala sapkını ya ben kalamı satmayayım degan. Bulaptı. Kanda pul desen böyle setpegin degan. Bu kalını aş kalını ters toşkucha altın qo'yadi. Yeri yetim bala aş kalının ters toşkudak altınga nima qildi? Ben tas qaldı beni söyle bu kalını alanmagılı. Bütün mal nimalarni yig'ib pul chiqarib edishdi bu kalını. Olgandan keyin bu kalını Musa Aleyhisselam'a qapagandan Musa Aleyhisselam vehikadagi kalını o'ltiringlar. Kalını o'ltirib kalının bir a'zosi bilan ben mufassirlar quyruq bilan deydi, yana ba'zi til bilan deydi. Vallohu alam. Kalının bir a'zosi bilan şu o'lgan o'lakka shunda uringlar degandan keyin o şu kalını o'ltirib şu kalının bir a'zosi bilan o'lak shunda urib edi, o'lak shu hamon tirildi. O'lak shu hamon tirildi, tirilib meni palani o'ltadi deb birib nima qildi, xabar qildi. O'ltagan qotilni xabar qilib berdi. Mana mushu nimaga dalolat edi? Allah Teala'nın o'laklarni qayta tirildirishga bo'lgan eng kuchli dalolat dalillardan biri, dalil isbot yani. Naq maydonda hammalar ko'z bilan ko'rdi. Allah Teala o'laklarni tirildirishga, qayta tirildirishga albatta qodir ekan deganniki ochiq bir dalil isboti bo'lgan edi. Shuning uchun bu sura Baqaraning asosiy maqsadi nima? O'lgandan keyin o'lmak haq, o'lgandan keyin tirilmak haq degan iymonniki bir ruknini nima qilish? Yetkazish. Shu vaqt so'zlaganlik uchun mushu qissadagi bu dalilni ochiq oshkor mutawatir kelgan dalilni Alloh taolo bu suraning asosiy mazmun qilgan. Shundan bu suraga ism qo'yilgan shu Baqara degan shu qissa ko'zda tutilib Baqara deb ism qo'yilgan. Tushundingmi? Baqara deb qo'yilsin. Xo'sh, endi bu suraning oyati 286 yoki 287 oyatdir. Endi bunda oyatda nima deb shak qilsa, chunki Osman radhiyallohu anhu bütün Kur'anlarni hammani ko'ydirib o'tib boshqa mushaflarni 7 dona mushaf, 7 dona mushafni yozdirib qarilarga, buni shahar-shaharlarga mesela Kufaga o'tib bergan, Madinada bir mushaf, Makkada bir mushaf, Basrada bir mushaf, Shamda bir mushaf masalan, ayda Misrda bir mushaf ayda bo'lganlik uchun shu mushaflarning bir o'xshamaydigan inchka farqlardan 276, 286 yoki 287 degan nima chiqib qolgan. Bas ba'zilari bir oyat, ikki oyatni bir oyat sangan. Ba'zi ikki oyatni bir oyat sangan bor. Shu sababdan shu nima bor, tushundingmi? Xo'sh. Bismillahirrahmanirrahim. Nihoyat marhamatlik bandalarga in'om qilguvchi Allohning nomi bilan boshlayman. Alif lam mim. Endi alif lam mim
Bu Allah Azze ve Celle'ninki Kur'an kelimede 29 surede bu şu Elif Lam Mim, Elif Lam Ra, Elif Lam Mim Sad, Ha Mim, Ayn Sin Kaf Kaf Ha Ya Ayn Sad Kaf Nun Sad degan harflar hammasi 14 harf. 14 harf. Arap elifbasining 28 harf bo'ladi. Arab elifbasining 29 surdanmisi 29 dona harfga vakolat qilib vakolatlanib qilingan, tarqab kelgan. Endi mushu Alif Lam Mim deganning ma'nosi haqida ulamolar ikkiga bo'lingan. Cho'ng bir to'p ulamolar, jumhur ulamolar Alif Lam Mimning ma'nosi, murodini, buni bu murod maqsadni bir Alloh biladi, biz buni bilmaymiz. Ayet mutashabihat bu. Ayet mutashabihatning ilmini Allohga topshiramiz. Bu dunyoda buning ma'nosini bilmaymiz. Qiyomat kuni Alloh taolo bizga ma'nosini o'zi deb beradi. Ayet mutashabihatga amanna ham kullun min indi robbina, hammasi Rabbimizning dargohidandir. Buni iymon etdik deb iymon aytadi. Lekin buning ta'viliga cho'kmaydi. Bunun ta'vilini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Va rasixuna fil ilmi yaquluna amanna. Ilmda cho'nqur bo'lgan, ilmni toshqan haqiqiy olimlar biz Alloh taolo tarafidan nozil bo'lganiga, Alloh taoloning kalimasi kalom ekanligiga iymon etdik deydi, ma'nosiga ta'vil cho'kmaydi deydi. Endi ikkinchi to'pning bir to'p ulamolar bor. Bular bu yerdagi va rasixuna fil ilm degan oyatdagi mutashabih biz oyatlarning oyat muhkamalar var, oyat mutashabihatlar var. Ayet mutashabihatlarni muhkamalarga qaytarib, muhkamaniki nurida mutashabihat tafsir qilamiz deydi. Va bu yerdagi bu ayet mutashabihatlarning ta'vilini va ma ya'lamu ta'vilahu illallohu deganda to'xtamay va rasixuna fil ilm deganda atf qiladi. Ya'ni ilm bu oyatning mutashabihatlarining ma'nosini Alloh biladi va ilimde çoğunqur bo'lgan katta haqiqiy çoğunqur olimlar biladi deb bunda ma'ni. Ammo boshidagi jumhurniki ko'p sonliqniki ko'z qarashi bo'yicha va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh deb to'xtash kerak. Vaqt vojib ishada. Illalloh deb to'xtab, keyin va rasixuna fil ilmi yaquluna deb bunda boshlaydi. Lekin ikkinchi ko'z qarashlar shu va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh va rasixuna fil ilm deb ulab qo'ydi. Atf qiladi. Mana bir şeyden ikki xil ko'z qarash chiqqan. Endi musannif bizga birdan deb berdi. O qolgan ma'nolarini. Xo'sh, endi musannif o'zi dastlabki so'zligini musannifning ko'z qarashi. Alif Lam Mim va nazairuha asma'un musammayatuha al-huruful mabsutatu allati minha rukibatil kalimu. Alif Lam Mim ve o Alif Lam Mim'nin o'xshashlari asma. Avvalan diqqat qilg'asha, hammasi ismdir. Va laysa harfan. Tushundingmi? Alif Lam Mim degan laysa harfan, ism. Bu nimaning ismi? Ism degan gap bir narsaning ismi degan gap. Bu nimaning ismi desa, musammayatuha degan gap. Ya'ni bu ismniki obyekt qosi. Nimaning ismi demakchi? Musamma degan nima? Musamma degan ma'o. Bunun ismi qulamdagi manasi musamma. Bunun ismi nima? Ulba. Ulba qarura. Ma'ning ismi qarura. Quta. Lekin bu qulamdagi asli o'zi nima? Musamma. Ismi qarura yoki quta. Tushundingmi? Musamma degan ism qo'yiladigan narsa. Ism qo'yiladigan narsaning ismlari bu. Alif Lam Mim degan og'zimdan chiqqan so'z isim qo'yiladigan narsaning ismlari. Bunun isim qo'yiladigan obyektlar qasitayib. Isim qo'yiladigan obyektlar nima desa, bunun isim qo'yiladigan obyekti asli bunun narsalari al-huruful mabsutatu allati minha rukibatil kalimu. Cümleler, sözler tuziladigan üzük harflar. Mabsuta degan gap, mufarraqa degan gap. Ayrılgan ayrım üzük harflar. Yani üzük tavuş deyimiz endi buni. Üzük tavuşlar. Demek elif degan ağzım chiqqan gap nima? Harf emas.
Şu harfning ismi. Şu harfning ismi. Lam degan şu harfning ismi. Mim degan şu harfning ismi. Tamam, bu harfning o'zi çoğu desa, bu harfning o'zi a, la, ma, a, ba, ta, e, b, t. Harfning o'zi bu. Lekin ismi çoğu alif, lam, mim deganni o'qigan, yozgan, o'qishni biladigan, yezishni biladigan odamlar bilalaydi. Arablar alif, lam, mim deganni o'zi deyolmaydi. Lekin masalan alam diyalaydi. Alam ya'tikum diyalaydi. Alam ya'tikum diyalaydi. Lekin bu harfning ismini bilmaydi. Alif deganning alam ya'tikum degandagi a'ning alif ekanligini, lamning lening lam ekanligini, lamdagi laning lam deb atilganligini, mimdagi mimning alam degandagi mim sokinning me sokinniki im degandagi mening mim deb atilganligini uni bilmaydi. Bunu bilish uchun o'qishni biladigan, yozishni biladigan va ahli kitoblar bilan aralash, ahli kitoblarni o'rgangan bo'lish kerak edi. Lekin bizning payg'ambarimiz o'qishni bilan dedi, bilmaydi. Payg'ambarimiz ummiy edi, savotsiz edi. Na o'qishni bilmaydi, na yozishni bilmaydi, na yahudlardan yo nasaralardan o'rganmagan edi. Shunda turug'liq alif lam mim degan Qur'onni boshladi. Bu nimani ko'rsatdi? Bu nimaga dalolat qiladi? Bu Qur'oni Karimning payg'ambar alayhisolamdan emas, Alloh tarafidan nozil bo'lganligini ko'rsatdi. Agar payg'ambar alayhisolam bo'lgan bo'lsa, arablar o'zi bilmaydigan, o'qishni yozishni bilmaydigan arablarga atalg'u, ya'ni alif lam mim deb bilmaydigan narsa bilan boshlanmaydi. Yana bu nimani ko'rsatdi? Qur'oni Karim sizlarningki bu o'zinglarning harflaridan bo'lgan alif ba harflaridan tuzilgan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha degandek harflardan tuzilgan, muhitda tuzilgan. Sizlar arablar, fasohatli arablar, shoir arablar bo'lgandikan, yomon bo'lsanglar, keltirib boqinglar. Mushunda harfdan tuzilgan bir oyat, nima fa'tu bi suratin min misli. Qur'on Karimga o'xshab qolgan bir sura keltirib, ham 114 sura emas, bir sura keltirib boqinglar. Deydi, hech kim keltirmadi. Demak, bu alif lam mim nima uchun? Mu'jiza, mu'jiz. Başkalarını aciz keltirish uchun, aciz, yani qilolmaydiganligini bildirib qo'yish uchun tushgan. Degan bunda ma'nolarni tushundiganlarmi? Bor. Shuni nima deydi? Demak, bu yerda bizning musannif demoqchi bo'lgani alif lam degan nima? Harflarning ismlari. Harf muqattaat. Harflar ikki xilga bo'linadi. Biri huruful maani, ya'ni biri huruful mabani. Huruful maani degan ma'noli harflar, masalan min, ba, fi, inna, annaka, anna degandak harflar nima? Bu huruful maani deb ataladi. Huruful mabani degancha bu huruful hija deb ataladi. Huruful hija deb ataladi. Ya'ni bizniki Uyg'urchada Uyg'ur ilibba harflari. Ilibba harflari. Ya'ni alif, ba, ta, sa, a, a, b, t, k, s degandak ilibba harflarini nima deydi? Arabchada huruful hija deydi. Endi harflar ikki xil bo'linadi. Biri huruful mabani, huruful hija, ya'ni bir huruf maani. Bizim yerdeki alif lam mim deganlar hammasi shu huruful hijaning ismlari. Alif, lam, mim deganlar hammasi shu huruflarning nima? Ismlari. Huruful maani qaysilar deydi? Huruful maani ya'ni min, ila, fi degandak huruful jar, huruful mushabbahati bil fi'l degandak harflar. Maani yo'lida. Uni ma'nosi bor bizning. Ma'nosi bor. Falqafu endi bizga tushuntiryapti. Qandaysi falqafu tadullu ala awwali harfin qal. Ala awwali hurufi qala. Yani qaf degan ism nimani ko'rsatadi desa, nimaga dalolat qiladi desa, qala degan so'zdagi birinchi harfga dalolat qiladi. Qala degan so'zdagi birinchi harfga dalolat qiladi. Qala degan so'zdagi birinchi harfning ismi nima? Qaf. Harfning o'zi emas, harfning ismi. والألف تدل على أوسط حروف قال. Belki alif belki qala degan so'zdagi harflarning o'ttirdagi harfni ko'rsatadi. Bizning alif degan ism qala degan so'zdagi harflarning qab o'ttirdagi harfini ko'rsatadi. Vallamu tadullu ala al-harf al-akhir minhu. Lam degan ism qala degan so'zdagi oxirdagi harfni ko'rsatadi. Shu harfga dalolat qiladi.
Ve kezalike ma eşbehaha. Mana shuningdek undan boshqasidan shunga o'xshaydi. Shunga o'xshaydi. Boshqa misollar masalan. Masalan darasa. Darasa desak dal degan ism, dal degan ism darasa degan so'zniki, tarasa degan so'zning harflarining eng beshidagi harfini ko'rsatadi. Ra degan ism darasa degan fi'ldagi o'ttirdagini ko'rsatadi. Sin degan ism darasa degan fi'ldagi eng oxirdagi harfni ko'rsatadigan ism. Tushundingizmi? Ism demakchi musannifniki demakchi o'g'ri. Va kezalika ma ashbahaha. Va dalilu. Endi bizga musannif dalilni so'zlayotdi. Tabi bütün adamlar alif lam degan huruf muqatta harf desa, alif lam degan harf desa, siz nima uchun ism deysiz buni desa, bunga dalil keltirib davatudiki, bu alif lam mim degan Qur'onning berib kelgan bu boshlang'ichlarniki ism deyishimizning dalili ve alif ba degan bu bilan ism deyishimizning dalili shuki bu ismlarning har biri yadullu ala ma'nan fi nafsihi. Üzüdeki bir ma'nini ko'rsatadi. Alif degan ism masalan, osh a degan bir harfni ko'rsatadi. Alif degan ism a degan bir nimani, bir narsaning ismi ekanligini ko'rsatadi. Shu bir ma'nini ko'rsatgan bo'ldi. Baqa qo'yilgan ism emas. Va yutasarrafu fiha va shu bu ismlarda nima har xil shakllarga o'zgaradi, ya'ni grammatik qoidalarni qabul qiladi. Demek ismning alomatlaridan biri nima? İ'robni qabul qilishmidi? Ismning alomatlaridan biri i'robni qabul qilish. Damma, fatha, kasra, raf'i, nasbi, jarni iborat i'robni qabul qilishmidi? Harflar ham qabul qiladi. Bu ismlar. Harflar emas, ismlar qabul qiladi. Qanday bu harfning ismlari qanday qabul qiladi? Masalan bil imala. Masalan ba'zi yerda imalani qabul qiladi. Masalan Bismillahi mecriha ve mursaha degandiki shu bir harfni mecriha degan majroha asli. Bismillahi mecraha ve mursaha. Bismillahi mecriha ve mursaha. Bismillahi mecriha ve mursaha deb shu bir harf ilib bilan kasraning, fatha bilan kasraning o'tirisida bizning Uyg'ur tilida e harfi, arab tilida e harfi yo'q. Mushuni imala deydi. Demek bu harf nima qildi? O'zgardimi? Demek qabul qildi. Hareketni qabul qildi emas, imala. Unga tafxim masalan, ba'zi harflar tafxim yo'g'on elanadi, katta elanadi. Qa masalan ta deb yo'g'on o'qiladi. Ba'zi harflar kichik o'qiladi masalan. Masalan si masalan si shi deb masalan kichik elinadi. Sha, sa deb qo'yiladi. Demek bunda o'zgardi. Undan keyin yani va bit ta'rif masalan. Ta'rif alif lam ma'rifa keladi ismga. Ismga alif lam ma'rifa keladi. Alif lam ta'rif keladi. Biz al alifu, al ba'u, al lamu deymiz masalan. Shunda keladi, alif lam keladi. Alif lam degan nimaga fi'l keladi? Fi'lga kirmaydi. Alif lam huruful ma'niga kirmaydi. Demek ma nimalarga al alifu deganga alif lamning kirganini nima ko'rsatadigan? Ismligini ko'rsatadi. Va tankir, nakir keltirish masalan. Masalan alifun, ba'un, ta'un deb nima bilan? Nakir bilan nakirga o'zgardi. Demek bu ismning alomati. Vel jam'u masalan alifunni jami qilib beradi alifat. Alifunning jamisi nima? Alifat. Mesela ba'zida tasg'ir alif deb tasg'ir olib tarjima ulayf, ulayfa. Ulayfa deb tarjima. Demek biz bu dalillarni nima bildik? Ismlarning alomati hammasi shu harflarga hammasi kirganligi uchun va hammasi shu harflarning ismlari ekan dedi. Shu harflarga qo'yilgan nima? Ismlar ekan dedi. Tushundingizmi? İsimligini bildik. Endi ism ikki xil bo'ladi. Ism ya ism mu'rab bo'ladi yoki ismi mabni bo'ladi. Ism mu'rab bo'lsa 3 harakatni qabul qiladi. Alif lam kiradi masalan. Nurg'ula hukmi boshqa. Ism mabni bo'lsa shu bir holatda turadi, unga
qandaq dastlabki qurilgan holda bo'yicha bo'ladi. Boshqa yangidan tashqi omillar sababli hech qanday nimalarni i'robni qabul qilmaydi ism mabni bo'lsa. Inda degandek masalan. Allazi degandek masalan. Lekin ma ismlar al-alifu alifun bil alifi bi alifin degan qaraganda nima ekan? Ism mu'rab. Ism mu'rab. Endi bunun sualimiz kelish kerak, e'tirozimiz kelish kerak. Tayyib, amisiz alif lam mim deb o'qiymiz. Elif bani deb o'qanda alif ba ta sa deb hammamiz sakin o'qiymiz-ku. Siz hozir mu'rab dedingiz demişki alifun baun taun demaymiz. Demişki ba'di alifun lamun mimun demaymiz. Demişki alif lam mim deymiz. Degan savol kelib qolsa, bunun cevabı beradi xo'sh. Ve innema sukinet sukunu Zeydin. Zeydning Zeyd degan ismdagi Zeyd degan ism yolg'iz kelganda Zeyd deymiz. Zeydun demaymiz. Zeydan demaymiz. Zeydin demaymiz. Nima uchun Zeyd deb sakin o'qiymiz desa, va g'ayrihi mesela alif yolg'iz kelganda alif deymiz. Alifun demaymiz. Alifan demaymiz. Alifin demaymiz. Min al-asma baş isimlar mesela. Ahmet, Muhammed. Yalnız yani bunun baş i'rab qo'shmaymiz. Ya damma qilmaymiz, ya nasb qilmaymiz yoki fatha kasra qilmaymiz. Nima uchun? Desa haythu la yamassuha i'rab li faqdi muqtadi. Nima uchun bularga i'rab kirgizmaymiz? Nima i'rab tekkizmaymiz desa, sababi li faqdi muqtadihi. I'rabni taqazzo qiluvchi yo'q bo'lganligi uchun. Nima uchun biz damma o'qiymiz? Nima uchun fatha, nima uchun kasra o'qiymiz? Nima uchun raf'i nasb jar qilamiz? Nima? Lil amil. İrabni taqozo qiluvchi nima? Amil. Tashqi bir amil bu. Amil yoki ma'naviy bo'ladi, yoki nima? Lafziy bo'ladi. Ya masalan inna Zeydan. Inna Zeydan deb inna kirganlik uchun Zeydan deb nima qildik? Fatha o'qidik. Yoki bi Zeydin badga hurfijar kirganlik uchun Zeydin dedik. Yoki nima? Daraba Zeydun deb daraba deb fi'il demiş kirganlik uchun fa'il deb pesh qildik. Üçek sıkılıp qilgan yo'q. Chuqum buni endi zaval zil pesh qiladigan bir omil bor işte. Yoki bu omil nima bo'lib qoldi? Ma'naviy. Masalan Zeydun qaimun desak, Zeydun qaimun degandiki omil ma'naviy. Ya'ni o ibtida, mubtada xabarlik. Mubtada va xabarlikni iborat ma'naviy omil bo'lganligi uchun Zeydun qaimun deb nima qildik? Rafi qildik, rafi. Marfu bo'ldi. Demak, Zeyd yolg'iz kelganda-cho sanash masalan 1 2 3 4 degandek sanash yo'lidan Zeyd yolg'iz kelganda-cho buning hech qanday nima i'robning taqoz muqtadisi yo'q. I'robni taqozo qiladigan nima yo'q, ya'ni omil yo'q. Omil bo'lmaganligi uchun sakin o'qiladi. Al-asl sukun yolg'iz kelganda. Unda qandiki shuni xuddi shuni o'xshash. Ya'ni demak buningki mabnilik kelib chiqmaydi. Buning sakinligini qarab, ha bu mabni ekan yoki harf ekan degan gap chiqmaydi. Buning sakinligi alif ba ta sa. Alif lam mim deb o'qilishdiki sakinlik yolg'iz bo'lganligi uchun. Hech qanday bir tashqi omil bilan bog'lanishqi yo'q bo'lganligi uchun nima? Alif lam mim deb o'qildi. Endi vaqila, endi qila degan yani ma musannifning ko'z qarashida nima? Zaif, ya'ni ojizroq gap. Endi aytilishicha innaha bir alif lam mim degan so'z bu ism nima? Ism mabni deyilibdi. Ism mabni. Kal aswat mesela. Kal aswat. Ovozlar o'xshash mesela. Nahu g'oq. Mesela bizda bir ovozdan ichida taqlidiy ovoz deb bor. Taqlid so'zlar deymiz. Taqlid so'zlar degan gap miyav desa mushukning ovozi. Ma desa qo'yning ovozi. G'oq, biz qoq deymiz biz. Qoq desa qog'ning ovozi. Ya'ni buni taqlid so'z deymiz. Bunda taqlid so'zlar hammasi nima? Ism mabni. Xuddi bunga o'xshash alif lam mim degan nima? Harflarning ismlari, harflarga qo'yilgan taqlid ismlar, shuni buni ism mabni deymiz deganlarmi? Ba. Masalan, innaha mabniyatun kal aswati nahu g'aq degan o'xshash qog'ning ovozini do'rab so'zlashda, qog'ning ovozini taqlid qilishda ishlatilgan g'aq degan ovozga o'xshash buniki deganlarmi? Ba. Xo'sh. Ondan keyin hamda jumhur yani ko'p sonliq ulamolar
ala enneha esma'us suvar. Elif lam mim, nun, yasin, sad diye bu harflerin hemmisi, bu isimlerin hemmisi surelerin isimleri. Surelerin isimleri degan ko'z qarashqa kelgan. Masalan, men elhamdülillah o'qigan anladık gap. Elhamdülillah o'qisam bo'tdi. Elhamdülillah bilamsiz deydi. Elhamdülillah bilamsiz deganda surening 5 kelganlik uchun. Masalan, Elif lam mimni bilamlar. Elif lam mimni o'qishda. Elif lam mim suresini o'qishda. Amkinchi Elif lam mim sajdani bir o'qishda arif uchun. Elif lam mim sajdani. Sura Yasinni bir o'qishda degan gap. Sura Yasinni o'qing. Sura Yasinni o'qing deganda ya'ni sureniki ismi deganlik ham shuni. Sura ism deganlarmi ko'p sonli qilmalar shu Elif lam mim degan mujnining shu boshdagi boshlanmalar hammasi shu surlarning ismlari degan ko'z qarash kelgan olimlar ko'p sonli olimlar. Xo'sh. Endi İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu Elif lam mim deganni nima degan qasam uchun degan. Ma'nosi qasam. Alloh taolo mushu harflar bilan qasam qildi degan. Elif lam mim degan ya'ni Elif lam mim bilan qasamki zalikal kitabul la rayba fihi degan. Ana shu kitobda hech bir shak yo'q degan bo'ldi. Buning ma'nosi deb İbn Abbas radhiyallohu anhu shunday degan. Xo'sh. Endi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kelgan rivoyatda deyilganki innaha degan bu alif lam mim degandek bu harflar bu ismlar ismullohil azam. Alloh taolaning ismidir. Alif lam mim ya'ni Alloh degan bo'ldi. Anladın? Alloh taolaning ismidir. Demak hammasi bu qasam demak shu yerda Alloh degan Alloh taolo ismi bo'lsa bu qasam uchun kelgan bo'ladi. Ya'ni Alloh degan Alloh bilan qasam bu kitob haqdir degan ma'no chiqdi shu yerda. Am bazı olimlar xuddi masalan har qanday harflarniki qisqartirilgan shakli bo'ladi. Har qanday ismlarning qisqartirilgan shakli bo'ladi masalan. Hozir BDT deb qo'ydi. BDT degani Amerikadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti degan bo'ladi masalan. Shuningdek Elif lam mim degan Alloh degan ismdagi alif. Lam degan Latif degan ismdagi lam. Mim degan Malik, Muqtadir degan ismdagi mim. Shunda ham Alloh taolaniki ismlarining ochiqquchlari, boshdagi harflar hammasi shifrliq. Ya'ni Alloh taolaning kamil har bir harf Alloh taolaning shu ismi bilan boshlangan harfniki 5'ini ko'rsatdi degan olimlar ham bor. Mumkin, hammasi mumkin. Vallohu alam. Xo'sh, endi vaqila endi yana deyildi deb. Demak, ma'u asli bu mushu ko'z qarash eng kuchli ko'z qarash. Lekin bu sanni bak kuchli yana iliqi. Kuchli cho'nqir olim bo'lganlik uchun mushu ko'z qarashni qiyla degan gap qo'ydi yana. Aytilishicha deb. Bo'lmasa bu ajoyib kuchli ko'z qarash ma'u. Vaqila innaha minal mutashabihillazi la ya'lamu ta'wilahu illallah. Yani aytilishicha bu alif lam mim degandek bu suraning 5'ida kelgan bu harflar, bu ismlar hammasi bunun ta'vilini Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan mutashabihatlarning qatoridandir. Va ma summiyat mu'jama. Bu huruful mu'jama deb ism qo'yilishi. Huruful mu'jam deydi. Alif, ba, ta, sa deganda. Huruful mu'jam abjad huruflari deydi masalan. Nima uchun mu'jama deb ism qo'yadi desa, mu'jama degan gap asli ajma degan gap, gacha degan gap. Ya'ni gapini tushunolmaydigan. So'zini tushunishga bo'lmaydigan narsa degan gap ajma degan gap. Biz hayvonotlarni ajma deydi. Nima hayvonotni biz gapini tushunmaymiz. Tili yo'q. Tili yo'q, gacha degan gap. Ajamni ajam deydi nimishqa? Arab bo'lmagan uchun. Arablar ajamning gapini tushunmagani uchun ajam deydi. Ya'ni endi bu yerdagi mu'jam, huruful mu'jam degan gap, ya'ni ma'nosini tushunolmaydigan, bilgilolmaydigan degan so'z, ya'ni dalilanma. Yani mu'jam deb atilishning sababi bu harflarning huruful mu'jam deb atilishiga sabab bu harflarning ma'nolari tushuniksiz. Tutuq va bu ma'noni bilgilolmaganlik uchun mu'jam deb atalgan. Bunun ta'vilini faqat Alloh biladi. Bu oyat mutashabihatning qatoridan buning ilmini Allohga topshiramiz. Biz amanna deymiz. Hammamiz kullun min indi robbina. Hammamiz Robbimizning dargohidan nozil bo'lgandir. Buniki ma'nosini, hikmatini Alloh o'zi yaxshi biladi deb shunda deymiz degan ko'z qarash kelgan. Bu ko'p sonliq bizniki Hanafi ulamolarimizning ko'p sonliq mush ko'z qarashdi. Xo'sh, endi men bosh so'zlab o'tgan mayada demoqchi bo'lganim Musannif rahimahullah'niki ya'ni bu alif lam mim degan bu buning ma'nosi ya'ni Qur'oni Karim mushu alif lam mim degandek huruful mu'jam ya'ni alif ba harflaridan tuzilgan. Alif ba ta sa degandek. Chunki 14 tane harf Qur'oni Karim mushu 14 harf qilingan. 14 harf. 14 harf.
Demek bu 29 surede kelgan dedik. Arap tilidagi harflar elif bilan hamzani bir sanasa 28, ikkisi ayrım çıkarsa 29 harf var. Kelgan. Demek bu şundaq siz işletip turayotgan so'zlarni, siz işletip turayotgan harflardan keltirdik Qur'oni Karimni. Siz ey arablar, siz yomon bo'lsanglar, Qur'oni Karimni yolg'on, u bu Muhammad o'zi devoldi degan gapni topgandan keyin keltirib boqinglar. Deb lil i'jaz. İcaz balag'i uchun. Keltirib boqinglar deb Alloh taolo tahaddi uchun nozil qilgan degan ma'noni bizga beryapti hozir. Ya'ni nima deydi o? Xulosasi shu gapniki xulosasi. Biroz chigik, lekin xulosasi eng muhim bo'lgan xulosasi muhim. Nima deydi musannif rahimahulloh? Va qila va yana shu alif lam mimning ma'nilaridan aytilgan ma'nilardan demakchi. Vurudu hadhihi al-asma ala namti ta'did. Bu isimlarning kelishi, har bir surning boshida bu isimlarning kelishi bilan ma'nini bildirish uchun emas, balki sanash yo'li bilandir. Sanash. Alif, lam, mim deb, ya'ni Qur'oni Karimning harflari xuddi sizlarning o'yinda 28 harflar, 29 harflar bor-ku, shunda harflardan tuzilgan demakchi. Harf sanash demakchi bo'lmoq. Kal nima uchun kal iqod, nima uchun desa kal iqodi liman tahadda bil Qur'an. Qur'on bilan tahaddi qilgan, Qur'onga jang e'lon qilgan odamlarni iqod sagitib qo'yish. Iqod degan gap agar uxlab qolgan odamga bo'lsa uyg'otish degan bo'ladi, uyg'otish. Agar o'g'il odamga bo'lsa sagitish. Sagitish deymiz. O'g'il odamga bo'lsa o'g'itish degan bo'lmaydi. O'g'il odamga sagitish, "Ey, diqqatingizni yig'ing, qalbingizni silkib o'ting" degan gap. Uxlab qolgan odamga o'g'ilin degan gap. Iqoz emas. Yana kal iqodi liman tahadda bil Qur'an. Qur'onga jang e'lon qilgan, jang e'lon qilish. Qur'onga jang e'lon qilgan odamni sagitib qo'yish o'xshash. Bunda va kat tahriki lin nazari va mushunda bir muncha foydalarni sanash uchun birinchi Qur'onga jang e'lon, Qur'on bilan Qur'onga jang e'lon qilgan odamlarni sagitib qo'yish o'xshash. Va kat tahriki lin nazari fi anna hada al matlub alayhim, ya'ni ularga tilovat qilingan bu kitob haqida nazarni harakatlantirish. Bu kitob haqida nazar, bu kitobga bir qarab nazar tashlash bo'lgan nazarni harakatlantirish. Hammalarni shu kitobga bir qarashga harakat safarbar qilish masalan. Safarbar qilish. Va qad anbiyatga jumla e'tiroz ma bo'lamisi. Va qad ajazu anhum an akhirihim. Halbuki ular bu jang e'lon qildi, ulug' jang e'lon qilindi. Ular eng oxirgacha, avvalidan tortib oxirgacha Qur'oni Karimga o'xshash bir Qur'on keltirishdan, hatto Qur'oni Karimga o'xshash bir sura, qisqa bir sura keltirishdan ojiz keldi. Demak jumla e'tiroz ma. Holatni so'zlamoqchi. Bunda holatda, bunda holat bo'lgandan keyin ularning nazarini nimaga og'dirish, nimaga safarbar qilish, bunda qarab boqinglar. Bu kalamun manzumun. Bu kalam min ayni ma yanzimuna minu kalamahum. Yani ularniki so'zining o'qishini yasaydigan, tuzadigan harflardan tuzilgan. Ama abi 5 depadim, o 5'i da. Başında depagan gap yani. Bu Qur'oni Karim şu alif, lam, mim degandek sizlar normalde arablar so'zlashadigan harflarda nima qilingan? Sizlarga nozil qilingan harflar bilan. Boshqa bir harflarda ya latincha, ya inglizcha, ya boshqa tilda emas. Arab tilida sizlar arablar notiq bo'lgan fasadlik arablar sizlar bak poatsizlar. Sizlarning tilinglarni keltirdik. Sizlarning harflaringlarni tushirdik. Sizlar nima keltirib boqinglar? Yani jang e'lon qilishgan gap. Tushunammi gapni? Tuzilgan degan ma'noki. Ma yanzimuna minhu kalamahum. Ularning kalamini tuzdigan narsaning ayni degan gap o'z ayni o'qishi shu harf shu. Alif lam mim degi alif lam mim, ularning kalamidagi masalan alam yati degi alam, alif lam mim shu harfda shu o'xshash. Boshqa gap yo'q. Li yu'addim, nima uchun li yu'addiyahumun nazaru. Ularning mushu haqida mushu Alloh taolaniki kalamidagi mushu harflarga bo'lgan qarashi, bu qarash, bu nazar nimaga olib borsin ularni deb ila ayyastayqinu, shuningga jazmiyat qilish qilib borsinki illam tatasaqat maqdiratuhum dunahu va lam yadhhar ajzuhum an yatu bimislihi ba'da murajat mutatawila wa hum umara'ul kalam. Ya'ni yastayqinu annahu, ya'ni annahu ma asli annahu, yani an mukhaffaf an ath-thaqil.
Ennehu degan damir şen yani. Şunun gelip bağı ki lem tetasaqat deyse. Lem tetasaqat maqdiyatuhum. Ulaniki Kur'an'ga o'xshash kitobdan birini keltirolmay qudratlariniki mesela yiqilib tushishi, kuchlarining tugishi, ojiz kelishi. Va lam yadhar ajzuhum. Ulaniki shu Qur'onga o'xshash shundoq badal murojaatil mutatawil degan uzun murojaatlardan keyin ayında har she'r dasturlari qarab, har o'zining qadimiy nasr kitoblari qarab shundoq tilishmi Qur'onga o'xshash so'zni birini keltirolmasligi. Ve hum umaraul kalam. Halbuki ular sözünün emirleri idi. Araplar acayip şiir kattığını idi. Şiirga acayip şiirde danlık idi. Araplar fasahatlik şiirlerini danlık idi. Şunda oturup Kur'an'ın okşuşluğunu keltiremez ki nime üçün ise illa li ennehu leyse min kelamil beşer. Ular bu işi baka kılanmayı kalmadı. Fakatla bu Kur'an-ı Kerim insanın sözüdün boğmaganlık üçün şunun kılanmadı. Şunun ama hulasetul kelam, ifade-i meram. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in harfleri elif, lam, mim degen bu sözde harflerin isimleri bular hemmesi Hudu silahının elifbe 28 harfınla ya 29 harfınlardan tüzülgen. Şu okşaş. Şunun için 14 tane harf demiş 5'li geldi. Elif, lam, mim bu harflerden tüzülgen. Ey Kureyşler, ey Araplar, sizler Peygamber Muhammed'in bu Kur'an'ın üzü divaldı. Bel tekulene tekavvela dep üzü divaldı, üzü tukuvaldı. Hele şair, hele sahir dep şair diyen gapını kılsılar. Anda bu kadın silimi şunda usta şair. Sizler acaba pasahitlik Araplar. Anda o kadın silimi katıırıp bakınlar. Bu Kur'an-ı Kerim'in harfleri mana aldığınla da sizin üzerinde işletildiğin Arap dilinin harfleri. Sizler şunu okşaş bir harflerini katıırıp bakınlar. Şunu okşaş bir sür katıırıp bakınlar. Kul fa'tu bi suratin min misli. Kur'an okşadan bir sürü kıska bir sürü katıırıp bakınlar. Dep can ilan kıldı, bunu keltiremedi. Evveliden tatip en katlılardan en küçük hiç kim nime keltiremedi hem keltiremedi. Bunun bazı hiç kim Kur'an'ı okşun keltiremedi. Bunun din kim o keltiremedi. Bunun burma keltiremedi. Bu ne mini gösterdi? Aciz ekenlik. Yani bu Kur'an'ın insanın sözü emeskini gösterdi. Bu Kur'an-ı Kerim'den yani kelamul beşer emeskenlikini. Bu kelamul halik kendikini. Yani kelamul beşer emeskenlikini ve innehu kelamu halikil kuvve vel kuder. Yani güç kuvvet. Kuvvet diyen kuvvetinin köprüsü. Kuvvet diyen kuvvetinin köprüsü şekli. Kuder diyen çoğu kudretinin köprüsü şekli. Demek kuvvetin kudreti yani güç kuvvetlerini yaratkucu boğan Allah'ın kelamı kendikinin tipik misali delilidir. Şu sebepten başka hiç kim onu okşaş kelamını keltiremeydi o. Ve hâzel kavlu yani bunun devam emdi. Ne sebepten onu keltiremedi okşayın bu Kur'an'ı okşayın keltiremedi çünkü bu insanın kelamı emesi boğalık için. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim güç kuvvetlerini yaratkucu Allah'ın kelamı boğalık için. Ve hâzel kavlu minel halakati bil kabuli bi menzilin. Yani bu söz minel halakati bil kabul kılışka hammelerinin kabul kılışıga layakatlik buluş sebep layakatlik bolganlığı sebebidin bir munzel çürülgendir. Bir munzel. Ve hadal kavl yani bu Kur'an-ı Kerim bu söz Kur'an-ı Kerim minel halakati yani layakat yani minel halakati bil kabul hammelerinin kabul kılışıga layık bolganlığı için min sebebi nima layık nima min sebebi layıkatihi lil kabul nima munezzelun yani bazayt munezzelun. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim nima için çürülgen? Kabul kılışqa layık bir kitap bolganlığı için hem bilen derhal kabul kılış iman ettiğin layık kitap bolganlığı için nima kılıngan? Çürülgen kitaptır. Anladın mı? Yani ki halakati minel halakati min sebebiyye bil kabul nimasi lil kabul deb düşünüsüler bi munezzelin degan ki ben ve litta'kid zaid litta'kid bikağı düşürülmegen kabul kılış için kabul kılışqa layık bolganlık için busini kabul qilib düşürülgen Kur'an bu. Xo'sh. Sizlarga baldi bu mas'alamda yana sizlarga yeni bir kalanlığını qilishtiradigan, elishtiradigan yeni bir masala keldi. Lekin oldi bilan sizlarga bu masalaning asosiy mazmuni deb bilay. Muhim bo'lgan asosiy mazmuni
asosiy mazmunni tushunib olasizlar, undan keyin qolganini asos tushunasizlar. Ya'ni demakchi o'g'ina, men sizga boshda deb bergan. Boshda esimda bormi? Darsning boshida arab bu asli bu alif lam mim degan nima? Bu shu harflarning ismlari dedik. Harflarning ismlari. Harflarning o'zi asli a, b, t yoki e, b, t. E, b, t. Alif lam mim bo'lsa elm. Ilm, elm. Harfning o'zi. Lekin bu harfning ismlari-chu alif, lam, mim. Bu isimlarni Araplar o'zi bilamdi, bilmaydi. Araplar o'zi so'zlaydi, lekin u ismlar, o so'zlarning ismlarini nima deb atilganligini bilmaydi. Chunki ular o'qishni yezishni bilmaganligi uchun. Endi shu o'qishlarni yezishni bilmaydigan Araplarning qatoridan kim edi? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham bor edi. Payg'ambar alayhisalom o'qishni yezishni bilmaydi. O'qishni yezishni bilmaydigan bir payg'ambar. Bundaq Yahudlar bilan aralashmagan, ya ularni o'rganmagan, o'zi o'qishni bilmaydiganligini hamma qo'lashga biladigan bir payg'ambar. Biladigan bir payg'ambar. Alif, lam, mim deb shu harflarning ismlarini atab bir joyga keltirib, Qur'on Karimga tuzilgan ismini atab keltirganligi shu payg'ambar alayhisalomniki bu Qur'on Karim payg'ambarimiz o'zi tarafidan tushmaganligini, balki Robbi tarafidan tushganligini eng kuchli dalillardan birisi demakchi. Tushundingmi? Asosiy maqsad shu. Shuni istaganimda nayti qiynalib, nar xil shaklda deb turdim sen. Deydi ki musannif rahimahullah. Vaqila, ya'ni shu alif lam mimning ma'nisi haqida aytilgan ma'nidan biri endi musannif rahimahullah deydi ki vaqila, ya'ni shu haqida aytilgan ma'nolardan innama varadat suvaru musaddaratan bizalik, ya'ni suralarning mush alif lam mim, ha mim ayn sin qaf degandek mushundaq boshlanmalar bilan boshlanib kelishi musaddara degan gap, mubtada degan gap ma'nosi. Mushundaq suralar bilan boshlanib kelishi e'tirozga javob. Nima uchun anda keldi? Nima uchun alif lam mim degan so'z beshida keldi degan savol kelsa, bunga javob davdir. Boshlanib kelishi nima uchun desa liyakuna avvalu ma yaqra'ul asma'. Ya'ni quloqlarni tok chikadigan narsaning avvali, quloqlarni chikadigan, quloqqa anglanadigan gap. Yaqra'u degan yusma'u degan gap. Quloqlarga eng avval anglanadigan narsa mustaqillan biwajhin min al-ighrab. Yani mustaqil, yani bir vajhidan mustaqil ig'rob bo'lsin demak. Ajoyib, g'aroyib tuyg'usi. Anglangan odam alif lam mim deb anglangan odam g'alati bir tuyg'uga kelsin. Bu ajoyib. Alif lam mim ajoyib anglangan odamga g'alati bir tuyg'u beradi. G'alati. Odam ajablanadi, hayron qoladi. Bu nima buning ma'nosi nima degan bo'la? Bu qanday ajoyib bir fasodli so'z ekan. Qalbi uchiq odam bo'lsa hayron qoladi. Ig'rob degan hayron qoldirish. Ajablantirish degan. Ve taqdimatan min dalail al-i'jaz. Degan bu i'jazning dalillerini sunush. İ'jazning dalillerini, ya'ni men deb degandek, ya'ni Qur'oni Karim bir harf bilan bütün arablarni ojiz keltirgan. Shu dalillarni sunush, taqdim qilish. Alif lam mim. Qur'oni Karim alif lam mim degan harflardan tuzilgan. Yomon bo'lsa keltiringlar degan dalail i'jazni sunush. Oldin degan Vazalika, endi bizga bu gapni tushuntirib berdi bizga. Vazalika, bunda deganimiz annan nutqa bil hurufi anfusiha. Ya'ni mush alif lam mim degan huruflarniki o'zlarini nutq qilish, talaffuz qilish kanatil arabu fihi mustawiyatal aqdam. Al ummiyuna minhum wa ahlul kitab. Harflarni so'zlash, nutq qilish, ya'ni masalan gap qilish. Qala, daraba, nataqa degandek gaplarni qilish. Bununda Araplar, ummiylar, savodsizlar va ahli kitobiylar, o'qiganlar, o'qimaganlar hammasi barobar edi bunlar. Alam ya'tikum, alam ya'ni gapni qila olmayapmiz. Arab tilida harflarni chiqarib, talaffuz qilib gap qila olmayapmiz tabii, gachi bo'lmagandan keyin. Bi xilafin nutqi bi asamal huruf. Bosh deb bergan. Am bu lekin Arablar bilan o'qiganlar, o'qimaganlarni ayiradigan nada edi. Harflarning ismlarini so'zlashni xilof bilan. Harflarning ismlarini so'zlanmaydi. Ma harf alam yatikum degan masalan qala degandiki, qala degan so'zdiki birinchi so'z ismi qof. Ikkinchi so'z
elif, üçüncü söz lam diri diyeni demeyitti. Kale diyalekti. Kale dedi. Bunu diyalekti lekin kale degendik üç harf kanç harf ba? Üç harfin ismi nima degenden bunu diyemeyitti. Tushundinglarmi? Bunu diyemeyitti. Fe innehu kana muhtassan bimen hatta ve qara. Çünkü harflerin isimlerini so'zlash bo'lsa, kana muhtassan bimen hatta degan xat yoza oladigan, o'qiy oladigan va xolata ahli kitoblar ya'ni Yahudilar bilan aralashgan va ta'allama minhum ulardan yozishni, o'qishni o'rganganlarga xos edi. Anladın? Bunlar araplarcha pek az edi adam. O'qiy oladigan, yoza oladiganlar pek az edi. Shoir ko'p edi. Huruflarida turib. Ve kana mustab'adan min al-ummiyyi. Savassız bir adamdın. Yani demek ki onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demekçi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savassız o'qishni bilmaydigan, yezishni bilmaydigan, savassız bir adamdın at-takallumu biha degan gap. Shunda harflarni, ya'ni harflarning ismlarini bi asamel huruf. Harflarning ismlarini so'zlash mustab'ad edi. Mustab'ad degan gap yiroq sanalatdi. Yiroq sanalatdi. Ha. Mustab'ad yani ba'id, yani yu'addu ba'idan degan bo'ldi. Yu'addu ba'idan. Yiroq sanalatdi. İstib'ad al-xatti degani yani ka istib'ad al-xatti va tilovat degan bo'ldi. Bu yerdagi masdar istib'ad degani nima? Maf'ul mutlaq. Bu yerdagi maf'ul mutlaqning ba'si kap ma'nosiga keladi. Dak demaydi. Misl ma'nosiga keladi. Yani ka istib'ad al-xatti degan bo'ldi. Yani xuddi bir savadsız adamni o'qishni hech bilmaydigan savadsız adamdan bu harflarning ismlarini so'zlash xuddi xat savadsız adamdan xat yozishi yiroq bo'lgandek va tilovati o'qishi yiroq bo'lgandek yiroq sanaladi. Harflarning ismlarini so'zlash xuddi yozishni bilmagandek, o'qishni bilmagandek harflarning ismlarini so'zlashni bilmaydi. Fakana hukmun nutqi bizalika ma'a ishtihari annahu lam yakun mimman iqtabasa shay'an min ahlihi. Amdi mushu xatni yoza oladigan, o'qiy oladigan odamlardan bir narsa og'anligi, bir narsa amg'anligi. Xatni yoza oladigan, o'qiy oladigan odamlardan bir narsa iqtibos qilib, amg'anligi bilan mashhur bo'lgan bir kishining harflarning ismlarini alif, lam, mim deb so'zlashining hukmi ma mubtadama va kananing ismi hukm nima? Hukmal aqasis. Kana hukmun nutqi degan kananing ismi hukmun nutqi, hukmal aqasis nima? Xabar, kananing xabari. Hukmal aqasisil mazkurati fil Qur'an. Qur'ondagi mazkur qissalarning hukmiga o'xshash edi. Ya'ni Qur'ondagi mazkur qissalarni o'qishni biladigan, yezishni biladiganlar yozamdi ya, o'qishni bilmaydigan, yezishni bilmaydiganlar yozalamdi. Xuddi Payg'ambar sallamniki qissalarni so'zlab bilishimi bir dalil edi. Qissalarni Payg'ambar sallamning qissalarni so'zlab bilishimi, Bani Isroilning qissalarini so'zlab bilishimi, ilgirlarning qissalarini so'zlab bilishimi nima edi? O'qishni biladigan, yezishni biladigan odam qilish kerak bo'lgan bir ish edi. Lekin Payg'ambar sallam yezishni bilmaydi, o'qishni bilmaydi. Umumiy Payg'ambar sallamning qissalarni, bundan burungi qissalarni, bundan keyin bo'lgan gaplarni xabar berishimi hammasi nimani ko'rsatdi? Qur'oni Karimning insonning so'zi emas, ilohning so'zi ekanligini, Allohning so'zi ekanligini ko'rsatdi. Xuddi shuningdek. Xuddi shuningdek Payg'ambar alayhisolamning harflarning ismlarini so'zlashimi xuddi shunga o'xshaydi. O'qimagan, o'qishni yezishni bilmaydigan odam harflarning ismlarini o'zi xohlagancha so'zlayolmaydi. Allohdan nozil bo'lmasa edi. Allati lam takun Quraysh ve men yudahim fi shay'in min al-ihatati biha. Yani Quraysh ve Qurayshga o'xshaganlar, Qurayshga o'xshagan yezishni o'qishni bilmaydigan arablar, arab jaziralari bu qissalarning hech kimini bilmaydi. Fi anna zalika hasilun lahu min jihatil vahyi. Bu nimaga hukm qilmoqdir? Bu bo'lsa shuningga hukm qilishdir. Bu nimaga dalildir? Bu shuningga dalildirki, fi anna zalika ana shu Payg'ambar alayhisolamning harflarining ismlarini nima qilganligi, Payg'ambar alayhisolamniki harflarning ismlarini so'zlaganligi, o'qimay bilmay, yozmay, o'qishni bilmay, yozishni bilmay turib, hasilun lahu min jihatil vahyi. Payg'ambar alayhisolam bu xislat vahiy tarafidan kelganligining dalilidir va shahidun li sihhat nubuvvatihi. Payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligininki sahih, to'g'ri ekanligining shahid degan dalil isbotidir. Deganga hukm qilishdir. Va fi anna zalika degan fa kana hukmun nutq bi zalik hukm al-aqasis fi anna zalika hasil lahu min jihatil vahyi. Hukm al-aqasis
şunun hükmedek buludu. Şunun hükmedek buludu. Fi enne zalike nime cihetten desa? Fi enne zalike hasilun lahu min cihetil vahyi. Şundan bunu tushunishni qanday qilasizlar? Fakana hukmun nutqi bizalika hukmun fi enne zalike hasilun lahu min cihetil vahyi ve şahidun li sihhat nubuvvati. Ma'namuş. Hoş. Ve'lem en musannif rahimahullah bizga endi tajvid ilmidan biraz so'zlaydi. Tajvid ilmidan biraz so'zlaydi. Ve'lem enne şunu bilginki el-mezkura fil fawatihi surlarning boshlarida favatih degan gap ya'ni iktidoi degan gap. Surlarning boshlarida zikr qilingan alif lam mim degandek bu ismlar nisfu asama hurufil mu'jam. Huruful mu'jam ilib ba harflarining isimlarining yarmidir. İlib ba harflarining isimlarining yarmi. İlib ba harflarida agar alif bilan hamzani bir harf qilsak 28 harf bor. Agar alif bilan hamzani ayrim qilsak 29 harf bor. Demak yarmi bo'lsa 14 harf degan gap. 28 hisoblaymiz 14 harf yani. Mu'jam deganda ve hiye el-alifu mana u huruful mu'jam qaysi harflar desa sanab turinglar. Alif sanab turing qulog'ingda. Alif, lam, mim, sad, ra. Yani huruful mu'jam emas. Bu şu Qur'on-i Karimda kelgan harflarning ismlari bu. Qur'on-i Karimda kelgan huruful mu'jamning ilib ba harflarining yarmi 14 harf. Alif, lam, mim, sad, ra, kaf, ha, ya, ayn, ta, sin, ha, qaf, nun. Qancha sura oldu? Qancha oyat? 14 oyat, 14 harf. Fi 29 sura. 29 surada kelgan. Yani Arap tilidagi huruful mu'jam alif bilan hamzani ayirsak 29 harf bor. Tushunamizmi? 29 harf bor. Shuning uchun bizning ilibbalarda davomli 29 harf sanaymiz. Bu yerda 28 sanaydi, alif bilan hamzani bir kirgizib o'tgan. Lam elif yo'q, lam alif deb narsa yo'q. Lam alif yo'q bu yerda. Ha. Bu yerda lam deydi gap tugadi. Onun kenidan mana ala adadi huruful mu'jam alif ba harflarining soni bo'yicha alif ba harflarida 29 harf bor. 29 surada nima? 29 surada mush harfning yarmi 14 dona nima kelgan? Harf kelgan. Sizga qanday bo'lsa 14 yarim bo'lish kerak ekan-ku. 29 harf bo'lsa 29 yarim 14 yarim degan kalon kelsa hisobda tafsir ilmida hisobda davomli nimani yarimni kusurni deb tashlaydi. Al-kusur la yu'tabar. Puchuq salla, yarim salla hisob qilinmaydi. Hisob tushundingmi? Yarimni hisob qilmaymiz. Qur'on 14 ta harf bilan tushganmi? Ve hiye muhtemilatun ala ansafi ajnasil huruf. Demek anda olgankin bu harflarning ilib ba harflarining jinslarining yarmini o'chiga olgandir. Ya'ni 28, 29 harfning yarmi 14. Biz buningki kusur, sunuq, saniq harflarni hisoblamaganda yarmini o'chiga olgan bo'ladi. Anda olgankin harflar tajvid bilimida harflar necha xil ism qo'yilgan. Bir-biriga kirishib ketadi. Bir harf huruful tafxim deb atiladi. Huruful itbaq deb atiladi. Tushundingmi? Balkim huruful mahmus deb atiladi. Shu bir harf. Bir harfning 2-3 xil atalg'usi boshqa jihatlardan. Bu jihatdan mundaq, bu jihatdan mundaq. Tushundingmi? Kalon alif qolmasin. Kirishib ketadi, ta'rifatlar bir-biriga aqsamlar kirib ketadi. Lekin jihat o'xshamaydi, e'tibor o'xshamaydi. Ma jihatdan mundaq, ma jihatdan mundaq. Masalan, harflar huruful mahmusa deb harflar bor. Mahmus. فمن المهموسة نصفها. مش أنت تعرفني harflarning ichida mahmus harfining yarmi kelgan. Harflar mahmus deb mesela as desa og'zimizdan s deb chiqilgan. Etilib chiqmay, asta yumshoq chiqadigan mahmus harflardan nima yarmi kelgan. O'g'li bosi. Mahmusa deganda sekin-sekin. Ha, mahmusa degan gap ovoz pardasini titratmay chiqadigan harflardan. Ha, as masalan as desam asta chiqadi, itilib qolmaydi. As ak yamiz demiş. Ak degandiki kim nima hamiz. Ak degan ovoz, ak, at masalan. As chiqadi. Yani asta havo chiqadi.
Tushundinglarmi? Shu huruful mahmusa deb ataladi. Huruful mahmusa. Shuning yarmi. Yarmi shu sad ba, kaf ba, ha ba, sin, ha. Qancha? 5 harf. 5 harf bo'lsa 10 degan gap. Yarmi. Va minal majhulati nisfuha. Endi harflar jahr, ülük o'qiladigan jaranglik harflar, jaranglik. Qa deganda jaranglik chiqadi harflar bor. Qani shu huruful majhuladan yarmi masalan. Al alifu val lamu mesela a desem jahr harflar. Mesela la mesela ma hammasi huruful jahr. Ra, ayn, ta, qa, ya, nun. Hammasi bular harflar qancha harf? Mesela alif, lam, mim, ra, ayn, ta, qaf, ya, nun. 9 demek 18 degan gap. Ya'ni 9'u. Va minash shadidati nisfa qat harflar. Harflar yumshoq harf, qat harf deb ikkiga bo'linadi. Qat harflardan yarmi mesela alif, a yani titrtidi qattiq harf, yumshoq emas qattiq alif. Ka desem qattiq, ta qattiq, qaf qattiq harflar. Ustoz jarmi deganda o'sha va minar ru'amni yumshoq harflardan, va minar ruhuva yoki rahvati nisfuha. Yumshoq harflardan yarmi. Masalan, lam, al, la yumshoq harf. Mim yumshoq harf. Ra, qa ga o'xshamaydi. Ra, qa ga o'xshamaydi. Qa desa odamniki genni qilib chiqadi. Lekin ra degan yumshoq harf. Sad yumshoq harf. Ha yumshoq harf. Ayn, sin, ha, ya, nun degan hammasi huruf ruhva. Mushuning yarmi. Mushu tilga olingan mushular shu harfda bosh Qur'on Karimning 5 degan mushu alif lam degan shu ismlarniki shu ismlarni ba tepiladi. Endi va minal mutbaqati nisfuha. Huruful itbaq da huruf 4 tane huruf bor. Masalan ta, za, ba, sa. Hammasi nima? Huruful itbaq deb ataladi. Mushu hurufdan yarmi. Mesela as-sadu ve ta. Mesela sad. Ta, sin, mim degan ta mesela. Bunu yarmi. Hamma yarmi. Ve minel munfetihati nisfuha. Hem hurufu meftuha da böyle ağız, uğanda ağzımda içiladigan. Mesela ha. Bazı harflerde ağız yemilip kaladı. Bazı harflerde ağız içilip kaladı bunda. Mesela ve minel munfetihati nisfuha. İçiladigan harflerden yarmi. Mesela elif, a dese ağız içiladi. La dese içiladi. Ma dese içiladi. Ra, ka, ha, ay, a, sa, ha, qa, ya, na hammasi içildigan harflardan yarmi. Ve minel musta'liyati nisfuha. Huruflar huruful isti'la, huruful inqifad. Yuqori ko'tariladigan, matanglay, til yuqori ko'tarilib chiqadigan harflar, tuanga tushib chiqadigan harflar deb ikkiga bo'linadi. Masalan, ta desa tubiga chiqadi. Qa desa tubiga chiqadi masalan, tubiga chiqadigan. Bu huruful musta'ladan yarmi. Masalan, al-qaf, sad, ta mesela. Bu yette huruful isla yette mesela. Qas yette mesela öyle yapınlar. Qa, sa, ta, ra mesela. Ra. Bunun kendinden ga mesela. Ga. Baş oldu mu? Za mesela. Oldu mu? Yeni bir ba. Yette bu. Ba. Yette. Ne bu 20 laf kaldıysa? Çünkü biz kusur sallarını yapmayız. Hesapqa almayız. Şunu olan tüvenli hesap, az hesaplayımız. Şunu yerimi hesaplanır. Ve minel munhafidati nisfuha. Yani harflerini telaffuz qilganchaqda til tüvengi tushadigan harflardan nima yerimi til qilingan. Masalan, bu harflar bo'lsa al, la desak aslida chiqadi. La masalan. Al, a, ma, ra masalan ar dikir ra, ri. Ra'da ri degan vaqtimizda aslida chiqadi. Ra'da ri degan vaqtimizda ri. Ka aslida chiqadi. Ha, ya, ayn, sin, ha masalan. Ha degan nima? Pastdan chiqadi. Na hammasi kichik harflar deb qo'yamiz, pastdan chiqadi. Va min hurufil qalqalati nisfuha. Qalqala harflarining yarmi. Masalan, aqo, ato, abi, adi. Masalan, 4 harf bo'lsa abi, adi, nima? Aqo,
nima? Ato. Tushundingmi? Bu demak yerimi. Qaf ta. Va ghayrul mazkurati وغير المذكورة من هذه الأجناس مذكورة بالمذكورة منها. أما مش جنساتن ذكر قلن مغني مذكورة بالمذكورة منها. أش جنساتن ذكر قلن غوچ بلن ذكر قلن غني بلن بل ذكر قلن غوچdur. Yani mesela ben qam kesir sallani tuğamadım. Mesela 7 tane harf bolsa bir türlü harften. Bunu yerimini 3 dedim. Bunu mişqi buniki yerimini hesap qilmadim. İçiga tiqib kiygizib atdim demakchi. Ha. Yani bu taglib qoidasi demakchi. وقد علمت أن معظم الشيء ينزل منزلة كله. Sen şunu bildin ki أن معظم الشيء bir şeyin köp kısmı yunzalu menzilete kulli. O şeyin ki hammasi o'rniga tushiriladi. Bir şeyin köp kısmı o şeyin ki hammasini o'rniga tushirdi. Bu qoida fiqhiya masalan. Yani mesela bir adam tavobda 4 tavob qilib qo'ygan bo'lsa, 4 tavob qilib qo'ygan odamning hukmi bilan 3 tavobni qilib tartib etgan hukmi o'xshamaydi. Bir odam 4 tavob qilib tartib ketgan bo'lsa, yoki 3 tavob qilib tartib etgan bo'lsa, 3 shaytonning ikkisiga yetib qilib birini qatamgan bo'lsa, yoki birini qilib ikkisiga qatamgan bo'lsa, hukmi o'xshamaydi. Hukm boshqa. Shu xuddi shuningdek, demak ko'pni qilib qo'ygan bo'lsa, buni qanday muomala qilamiz? Hammasini qilib qo'ygandan keyin muomalasini qilamiz. Uni jazosimi yengil bo'ladi, jazo kelsa. Sadaqat ba'zi bo'ladi masalan, ba'zi yerda. Al-aktharu hukmul kull. Ko'p narsa hammaning hukmini oladi degan babdan. فكأن الله تعالى خد الله تعالى عدد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم. Araplar şunu sanıgandak bo'ldi Alloh taolo. Yani ularniki kalamining tarkiblari bo'lgan lafzlarni Araplarga sanab berdi Alloh taolo. Sanab berdi. Nimaga isharatan ila ma marra min at-tabkit lahum. Yuqorida biz so'zlab o'tgan ularni hujjatni mat qilish, hujjatda ularni mag'lub qilish, gap qilinmas holatga tushirib qo'yish va ilzamul hujjati iyahum. Ve ularga hüccetini lazım kılış. Delil ispatını ularga lazım kılış yani. Ular nima deydi o? Mana bu Qur'oni Karim mushunda harflardan tuzilgan. Sizlar yomon bo'lsanglar, mushunda harflardan tuzib Qur'onda birini keltirib boqinglar. Degandek ular keltirganmasa nima qilgan bo'ldi? Uni tabkit, mat qilgan bo'ldi va ularga hujjatni lazım qilgan bo'ldi. Hujjat keltiringlar. Yolg'on bo'lsanglar hujjat keltiringlar. Hujjat keltirish lazım. Lekin hujjat keltirganmasa uchun nima lazım bo'ladi? İman etish lazım bo'ladi. Ya ularniki naq sud ekanligi o'tirib chiqish lozim bo'ladi yoki ularni iymon etish lozim bo'ladi. Endi yana bir e'tirozga javob beryapti-ki va inna ma ja'at mufarraqatan ala suwar. Endi bu alif lam mim ra degan bu harflarning ismlari hammasi bir yo'lama qatorib kelmay, hamma ba'zi surlarga ayrim holda bo'linib keldi. Nima ish qilsa? لأن إعادة التنبيه على المتحدى به مؤلفا منها لا غير أوصل إلى الغرض. Çünkü متحدى به yani ilan kılıngan bu cenge agalandırıp duruş. Mutahaddâ bi denge ilan kılıngan ceng kalsa keltirip bakınlar. Fa'tu bi suratin min misli degan mutahaddâ bi. Kur'an'ın o'qishini keltiringlar degan bu ceng ilan kılıngan ceng. Bu ilan kılıngan cengning o'qishini bo'lgan ilan kılıngan cenge bo'lgan tanbih askartisini iade qaytlab turuş muallafen minha la gayr degan bu Qur'oni Karim şu nimalardan tuzilgan, şu harflardan tuzilgan degan mutahaddabini muallafen minha la gayr degan gapda o'tib musannif hozir. Yani bu Qur'oni Karim bu harflardan tuzilgan, bu harflardan boshqa emas, 28 harfdan tuzilgan, boshqa harf emas degan gapni qayta agalandirish avsalu ilal g'arad. Yani g'arazga, maqsad muddaoga bakrak yetkazadi. Ve keza kullu tekririn varada fil Kur'an. Şunda Kur'an-ı Kerim'de gelen her bir tekrar fel matlubu minhu temkinul mukerrari fin nufusi ve takriruhu. Kur'an-ı Kerim'de her kanda tekrar gelen ayet, tekrar gelen münasip olsun. Bunun maksat nima? Nefslerde mukerrer tekrar kılınan dersini makan aldırış, karar aldırıştır. Makanlaştırış ve kararlaştırış üçündür. Yani karar alsın bu gap. Bu gap
Bu tahaddi kıyamet kadar kuchqiga. Ta Adem Aleyhisselam zaman tatib kıyamet kadar bu insanlık kuchqiga tahaddi. Keltirib bakın keltirib sana. Peygamber Aleyhisselam zamanında hem xas emas. Bu tahaddi mevcut. Ularning aciz bu tahaddinin icaz ekanligi mevcut. Uni keltirolmaydiganligi mevcut. Demekçi. Velem teci ala vetiretin vahide. Endi bu bir xil şekilde gelmedi. Velem teci ala vetiretin. Biliyorsun dikenmedi. Bel ihtelafet adadu hurufiha. Yani bir xil biliyorsun dikenmeyi hemmisi bir harften mesela. Elif, lam, mim deb kelmey. Bazıda bir harften geldi. Saat degende, nun degende, kaf degende. Bazıda mesela Yasin degende 2 harf bilen geldi. Bazıda elif lam mim degende 3 harf bilen geldi mesela. Bazıda kaf, ha, ya, ayn, sad degende 5 harf bilen geldi mesela. En yukarısı 5 harf bilen geldi mesela. Nima uchun? Desa ala vatiratun degan bir şekilde kelmedi. Belki ihtilafet a'dadu hurufiha degan buni harflarning soni har xil şekilde bo'ldi. Mesela misal sad, qaf, nun bir harften keldi bu şekilde. Bugün taha işkarib, tasin, yasin, hamim mavlamiz işkaribdi kelganlar. Alif lam mim, alif lam ra, tasin mim deganlar mavla hammasi 3 harften kelganlar. Alif lam mim sad mavla 4 harften kelganlar. Alif lam mim ra mavla 4 harften kelganlar. Kaf ha ya ayn sad deganlar mavla 5 harften kelganlar. Ham, ha, mim, ayn, sin, qaf. Mavla 5 harften kelganlar. فوردت على حرف bir harflik geldi ve harfin 2 harflik geldi ve 3 harflik 4 harflik ve en uygun 5 harflik geldi. Ka'adeti iftinanihim fil kelam. Araplarniki sözlerdeki isimler işletilen en yukarı en tüven tefennun uslubu boyunca. Arapların uslupları en tüven isim bir harflik. Bizim bi harfel ba diyen isim bir harf bilen başlandı mesela. En yukarısı 5 harflik. En köp isim de 5 harf bulundu. Humasi. İsimnin en köp harfi 5. En tüvene 1. Xuddi shuningdek. Araplarniki uslubu bo'yicha. Ve kema enne ebniyete kelimatihim. Xuddi ularning kelimeleriniki binaları ala harfin, sözlerindeki kuruluşları, binaları degan gap, qoidaları, formulasi degan gap. Kurulması bir harf, 2 harf, 5 harfchi bo'lgandek salaka fil favatih hadal maslak. Qur'on-i Karimdagi bu shu boshida kelgan mushu harflarni mushu maslak, mushu yo'lda mengildi. Ve alif lam mim ayetun haythu vaqa'at. Hamda yeni bir yerda, yeni bir mazmun hamda. Bazı yerde elif lam mim mustaqil bir ayet bo'ldi. Bazı alif lam mim keyindeki ayetlerden. Bazı yerlerde mustaqil ayet olmayıp keyindeki kelgan ayetlerden bir ayet hesaplandı. Mesela alif lam mim ayetun haythu vaqa'at. Yani yüzbagi yerinde alif lam mim dalga kitaplarda fi dedik alif lam mim yalnız bir ayet mesela. Ve keza alif lam mim sad. Alif lam mim sad bir yalnız bir ayet. Alif lam mim ra lem tuadda ayet. Alif lam mim ra yalnız müstakil bir ayet sanılmadı. Ve keza alif lam ra mu yalnız bir ayet sanılmadı. Fi sure 5 surenin içinde. Ta sin mim üzerine 2 suresi de müstakil bir ayet hesaplandı. Taha Yasin mu özellikle müstakil 2 ayet müstakil. Tasin leyset bir ayet. Tasin kamil bir ayet demez. Belki kendiki ayetler koşulup bir ayet. Hamim ayetun fi suvariha kulliha. Yetti hamim bama Kur'an'da yetti hamimnin hemmisi müstakil ayet. Hamim de kendisi müstakil ayet var. Kedi vegan. Şiit ayet. Ha. Yetti hamim ba. Ve hamim ayn sin qaf 2 ayet. Hamim ayn sin qaf ya 2 ayet. Ve kaf ha ya ayn sad bir ayet. Ve sad yalnız bir ayet. Nun ne demek? Sad ve nun ve kaf salat ma üçü صاد والقرآن ذي الذكر نون والقلم وما يسطرون قاف والقرآن المجيد قال لا ثلاثتها لم تعد آية مستقل بآيات سنة المدى عند الكوفيين كوف القارئان مثلا عاصم مثلا كسائي عندك كوف القارئ حمزة الزيات عندك كوف القارئان كي
ko'z qarashida ma o'shalar yolg'iz mustaqil oyat emas. Va man adahum ومن عاداهم لم يعد شيئا منها آية. Ulardan başqalar, mesela Medeni, Şami, Mekki maqarlar hiç qarşısını mustaqil bir ayet sanmır. Elif lam mim degende mustaqil ayet deb ko'plik. Mesela işte 286 ayet ya 287 ayet dedik ma. Ko'plik qarlar elif lam mim mustaqil bir ayet sanab. Zalikel kitabu la raybe fihi. İkinci ayette sanıqalıq üçün Elif Lam Sure Bakara 287 dedi. Lakin Mekki, Medeni, Şami qarlı çoğu. Hiç qasi mustaqil bir ayet emas. Kendi ayetlerin bir ayet deydi. Hemmisini. Şunu anlamı? Qo'y endi ve hâzâ ilmun tevqifiyyun. Bu hem yukarıdaki bilimlerin hemmisi bu ayetlerin ki ayet bir ayet buluşu yoki surelerin sure buluşu ben de pegendik. Hemmisi ilmun tevqifi. Peygamber Aleyhisselam'ın xas bo'lgan ilim. Buna hiç kim onu ictihat qilishga yo'l yo'q. Tetavakkafu ala Rasulillah. Buniki sabit bo'lishi thubutuhu tetavakkafu ala Rasulillah. Bunun sabit bo'lishi Rasulullah'ın qarashliq. La majala lil qiyas fihi. Bununda ayetlardaki bu bir ayet yoki ikki ayet degandiki mesele bunun qiyas qilishga majal yo'q. Ka ma'rifati suvar. Surlarni tunug'an o'xshash. Surlarning tunishga o'xshash masalan. Surlarni ta'rif qildik deydi. Surlarni tunishtirgandek. Surlar shunga o'xshash. Sure Muhammed tevqifi. Sure'nin rettertüğü Muhammed tevqifi. Bu sure aldıda bu surenin kendi buluşu Muhammed tevqifi. Ve yuqafu ala cemi'iha vaqfet tamam. Anladın diken Elif Lam Mim diyen Elif Lam Ra Ta Sin Mim Ha Mim diyen hamme muşu harflerinin isimleri da Kur'an-ı Kerim'de başka muşu favatihlarda başlanmalarda vakfet tamam diyen vakfet tam da toktaydı. Vakfet tam. Bizde üç xil vakf var. Bir vakf tam. Yani bir vakfın kaf, vakfın kifaya, vakf kifaya, vakf caiz denir. Yani bir vakf naqs. Mesela ben Bismillahirrahmanirrahim desem vakfın tam. Bismillah desem çoğu vakf kifaya. Bismillah desem vakf kifaya. Bismillah koysam çoğu vakf naqs. Şunu anlamı? Yani Hamim desem Elif Lam Mim desem toktayım. Kamil toktan bulma. Şunu anlamı? Çünkü vakf tamamda toktuludu değil. İza humilet ala ma'na mustakil. Yani şart nima? Yani her bir musannif degende mustakil ayet degen ayetler. Yukarı ma mustakil mesde ayrıldığı mustakil deb ayrılganlarning hammasi vakf tamda toktuludu. Şöyle toktap okuludu degan gap. Gayri muhtacin ila ma ba'dahu degan. Keyindik ayet ne? Ulab o'qishga ehtiyoj yo'q. Ve zalika Ve zalika mana şu emdi. Yukarı muşunda okuşumuzun hammasi surelerin isimleri degan tefsirge yetkazılmasa, şu qatagı hamle kılınmasa, şu hüküm boyunca buladı. Ve nu'iqa biha kema yun'aqu bil aswati. Xuddi taqlid avazlarını gaq degandek taqlid avazlarını doğrab etilgandek doğrab etilsa şunda to'xtaladi. Ama yani demek mebni kılıngan vaqtida. Şunu anlamam biz bunu demek çoğunu eğer Esmaül Surelerin isimleri demesek mebni diye vaktimizde şu vaktidə muhla tutayımız. Keyinlikle ulumayımız. Uzup okuyumuz. Ev cu'ilet vahduha akhbar ibtida mahduf. Ama biz 5 dakika vaktimizde isim mü'rab qilsak ham isim mebni qilmay isim mü'rab qilgan vaqtimizda uçakda nima qilinadi? Bula ya mubtada bo'ladi. Elif lam mim mubtada keyindiki ayet xabar bo'ladi. Yoki hada elif lam mim degandek nimasi bu xabar oldidagi nima bo'ladi? Ism mü'rab bo'lganda oldidagi mahdhuf. Mubtada mahdhuf xabar olgan bo'ladi. Aw ju'ilat wahdaha akhbara ibtida'in mahdhuf diyen yani hazf qilingan mubtadaning xabari yalg'iz elif lam mim hada elif lam mim degandek nima bo'ladi? Hazf qilingan mubtadaning xabari bo'ladi. Yani ism mü'rab bo'lgan vaqtida mubtada xabarda tarkib etamiz. Ism mabni bo'lgan jo'nga tarkib etmaymiz. La mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Ism mabni desak
la mahalle lehu minel i'rab deymiz. Demek ki onu. Anladın? Uçakta yalnız okuyumuz. Ama isim mü'rab bo'lganda joy keyingi nimalar ulab o'qiymiz. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi. Alif lam mim mubtada zalikal kitabu la rayba fi xabar. Bunda muomala qilinadi. Mabni qilsak böyle o'qiymiz. Mabni qilsak uzib. Alif lam mim mabni qilganda xuddi bir harflarning ovozi. Endi zalikal kitabu la rayba fi yandan boshlanadi. degan gap. Mana bugungi darsimiz shuncha oxirlashdi va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.